Bunaqa o'ynab bo'lmaydi-da, og'ayni Kubarsi 2-yildirki shu ishini qilyapti. Bunday o'ynab bo'lmaydi. Va darvozabon qanday qilib to'pni o'yinga kiritadi, uning jamoadosh qo'li bilan to'pga tegadi va penalti berilmaydi. Qanday qilib? Hakam qanday qilib bunday vaziyatga penalti bermasligi mumkin? Uyat, bu shunchaki uyat. Har yili shu gap. Har yili shunday. Qo'l bilan o'ynash, berilmagan penalti. Ha, shunday. Yigitlar, bo'lib o'tgan o'yin haqida fikringiz? Hakam g'alabani o'g'irladi. Og'ayni har doimgidek g'alabani o'g'irlashdi. Bu achinarli. Barselona ozroq o'zini qo'liga olish kerak. Har doim shunday. Buncha ko'p gol o'tkaza olmaymiz. Hakam Barselonaga qarshi ishladi. Barselonaga qarshi. Penalti berilishi kerak bo'lgan vaziyatni ko'rdingizmi? Bu penalti bo'lmasdan nima? Hakam o'zi istagancha talqin qildi. Bu vaziyatmi? Bu vaziyat. Bu mavsum Chempionlar Ligasida shunday vaziyat uchun penalti berilgandi, bizga esa yo'q. Play-off masalasi halmi? Remontada qilamiz. Forza Barsa. O'yinga kiritdi va to'pga qo'li bilan tegdi. Bu otning kallasidagi penalti. Barselona bunday o'ynagan holda shuncha sariq kartochka va qizil kartochka olishi uyat. Bu vaziyatni ko'rishni ham istamayman. Bu uyat, bu o'g'irlik. To'pni qanday qilib jarima maydoni ichida ushlash mumkin? Bu nima, 8 yoshlar o'rtasidagi futbolmi? Hammasi bizga qarshi bo'ldi. Pubil qo'li bilan to'pni ushlayapti va darvozabonga qaytaryapti. Bu nafaqat Kunday Ravshan, balki sharmandalik. Sharmanda, uyat, achinarli holat, rasvo hakamlik.